Assalomu alaykum aka. Nimaga ovoz aka oldi? E'tibormangiz, tushuntirib olmadingiz. Nimaga o'tganingiz? Ro'yxatdan o'tkazamiz aka. Nimadan ro'yxatdan o'tkazasiz? Raqamlashtiradi. Ha, shu prosta o'zlarini tanishtirmadilar-da, bundoq qilib turib, kelib turib yuziga planshet ko'rsatyaptilar-da. Ya prosta men video otdim-da, dasturlarni ko'rsatyapsiz, tanishtirib yuborsangiz deb. Videoga o'tkazib ogohlantirmaysizmi siz? Yo'q, men ogohlantirish shart emas, o'zim uchun. Prosta siz aytmadingiz-da, o'zlaridan o'zlari bundoq qilyaptilar-da. G'alati-da bu. Fuqaro bilan gaplashayotganda o'zidan o'zi kelib planshet taqib. Bular muomala bilan ko'rishdilar, sizlar qo'l uzatdilar. Planshetni yuzga taqib uryapsiz-da. Ya, vaqtgan endi baribir. Manni olib bozor xodimlari rahbarlar kelgan tanishtirishdi. Hech kim kelmadi, hech kim tanishtirmadi, hech kim aytmadi. Hech kim kelmadi. Bular manni olib. Bular kelib ko'rishdilar. Assalomu alaykum deb ko'rishdilar. Odamgarchilik yuzasidan ko'rishdilar. Ya bilaman, prosta. Shundoq, bundoq planshetdan kelib yuzingizga rasmga olsa g'alati-da. Bilinadi bu o'yladi. Ha, bu. Bo'l.